tog'asi tomonidan 30 ming so'm puli bor. Olishga qaraymiz. Ko'proq yosh olishi qo'shilamiz. Bo'lmasa o'zlaridan qo'shamiz. Egar mana palvon berib. Men pulim oxiriga qadar tugatishim. Ha. Yo'q. Birovga men qatarib olishmagani 15 yil yigirmaydi bilan. Bu turqan. Bo'ldi. Yurak urmasa men nima qilay? Bo'ldi. Kerak bekor qo'yib olsinlar. Abrak Ergash akamiz tomonidan berilgan 30 ming da yigitga qo'yildi. Yo'q, chek yo'q, yoz. Xabar qo'y. Bo'lgan yo'q deyapti, ichimda turgan bekor. Zokir Toqchi. Kevaga. Zokir Toqchi. Hojiddinning nomida 100 ming so'm pul bor. Amin Allohu akbar. Alloh g'olib bersin. Sanat oldi. Hojiddinning nomida 100 ming. Senga berasam uni qo'ldan o'tdi. Birinchi tomoq. Birinchi tomoq. Yo'q. Hayla. Hojiddin 100 ming dop. Şundan hayırlısı uka. Kızıl lavru. Özümün namından 200 ming so'm pul bana. Hoş olsun uka. Rahmat. Boyir bu tomonidan 20 ming so'm olib ket. Hoş olsun. Gel. Bahadır damlab kelyapti. Zokirning muxlislari kelib boshladi. Zokirga 40 ming bo'ldi, 41 ming mendan ming so'm. Oldingmi? Sho'rchi kiramga kel, shundan balanding ol, siz pasting bo'ldi. O'tir. Kel. Ha, o'sha sharmanda qilmalarga. Ularga aylanmay, jannat kel. Bekor qo'l kerak. Bekor. O'rta rassom aytib. Sherobod yoshga g'alaba qozondi. Qurib beray birdaniga jig'ilib jaqataman. Ya'la, jelakdan olmasdi. Arnazar tog'asi tomonidan 100 ming so'm pul osh bo'lsin uka. Bularga o'tir reklama qildilar. Bitib borsang, Beqara yoshga o'tiringlar. Ey, Surxon. Ro'zaka, Qudrat Ro'zaka tomonidan. Bularning she'riga kel. Men tarama, nafala tarama degan nima degan o'zbekchasiga? Qani, men qoyil bo'ldim deb qo'lini ko'tarsin. Men uzoqdan bo'lsam. Jarqo'rg'ondan O'rol Polvon, trener bir kelib keting. Jarqo'rg'ondan O'rol Polvon, bildiring shogirdlaringizga. Bo'lsa, mana shu Fazliddin mikrofonni og'ziga yaqinlab. Fazliddin
Takibi bor. İşte jiyan bor. Nasip bo'lsa, shular jahon chempioni, Olimpiada chempioni bo'lsin. Xudo xolasa, mana shu akamda uyda har doim to'yxona bo'lsin. Shu kunlarda G'usal oqshomlarida ham, nevaralarning to'ylarida ham shunday katta to'y qilib, kurashlar berib, nima qilaversin. Bunday kurashda ham buncha odam bera olmaydi, shunday mard odamlar beradi. Rahmat. Rahmat. Qiziriq Rayon Qorasuv mahallasidan kelgan mehmon to'xtang o'ral bo'lib. Hamraboy nomidagi katta madaniy xoliqlar 20 ming sizga. Yaxshi kunlarga, to'ylarga ishlating, bolalarga bering. Mana shu sovrinda men o'zim qissamdan menga berganligini menda 40 mingda bo'ladi-da. Mana shu bitta yaxshi olishadigan yosh bolaga qo'ying. Shu ana ketdim. Mehmon, olib keting. Yo'q. To'ydan taboqcha. Ustoz. Olib keting. Yo'q, men yetarli. bolalar uchun xizmat qilamiz. O'zining nomidan o'ral polvonning nomidan Xo'jaypek Alisher bilan Jarqo'rg'onlik bilan tillas shirg'aning ustiga mana shu xoliqlar. Hamravo va o'ral ustoz nomidan. Trener. Tilla uzun o'rtada videosh tushirib borligiga shukr. Hamravoning xoli 20 ming puli. Tilla uzun Xo'jaypek Alisher safalava qazon qildi. O'ral polvonning hissasi. Shiftasi Jarqo'rg'onlik bolalar kel. Tilla uzukni bering. Videosh tushirib ol. Alisherga luboying Jarqo'rg'onlik kel. Chiqasan, mana chiqar ekan. Chiqar ekan mana. Gulmirzo polvonga yana 80 20 ming pul qismda qoldi. Allamrat polvon. Qaraga keldi buna. Bo'ldi. Alisher o'tir. O'tir. Duo qilaylik. Hojma omin deng, zotni keyin qo'yaman. Omin. Alloh iqboling bersin, zoting hisob kitob qo'yaman. Hayda. Bo'ldi. Gramga qaysiga bo'lsa. Qismni olishadi. Allamrat polvon. Ikram kelyapti qaysiga bo'lsa ham. Voy polvon. Kim mana? Qo'ygala Ado. Haydi. Haydi. Sho'rchi Hussi Sherobod Yashka. Shekar, bu yordam beryapti. Barqaror qilinmaydi. Qo'shni xolinglar. 20 ming ber. 20 takar ber o'tdi. Bir belochi ishtalar. Videochi o'rtaga kel. Ayna birinchi toboq. Sizlarga men polvonga boshlayman, chunki o'zim polvon. Birinchi toboq. Hozirlar g'alaba qozondi. Ey yashang. Shoshma Surxonlarning kayfiyatini xushlab olsin. Ey o'rta hozir musiqa deysan. Kim chiqadi polvonga? Bo'ldi, olishmaydi, shu bilan olishdi. Polvon tomoq qo'ydi. Bo'ldi. O'rtaga videosh qarabdi. Xoloyiq tomoqda aylanyapti. Tomoq yuragi ketganing hayda. Birinchi tomoq. To'ygasining nomidan teri qo'y. Qo'l taylab ketganing bo'lmaydi. Mening aytganim bilan olishasan. Tayla. Teri qo'y birinchi. Yo'lchi tomonidan teri qo'y. Andijonim Rahmatullo polvon ko'tardi. Otingda ayt. O'ktam. Surxon markazidan O'ktam polvon. Boshda qolishadi. Andijondan Rahmatullo kelishgan yo'q. Prezident davrida. Prezident sovrin. Yo'lchi qo'y qo'yganman 800 ming so'm, 900 ming so'm arzimasa to'yxona qayir, bersa pulingni olasan. 1 million so'mlik mol. Ha. Alloh qo'ling bersin. Bu dehqonning to'yi kunlar emas.
Chekara. Tirik qo'y. Andijon rahmatulloh prezident sovrinini yutgan yoshlar o'rtasida. Alloh holini bersin. Amin. Chor Hojiboyevda duo qilishing yigitlarga. Hayla, turib, bo'ldimasin sen aytasan. Qo'y. Andijon Surxondaryo olishyapti. Andijonni xalqi beloni qilish. Turib, bo'ldimasin sen hal qilasan. Ikkinchi tomoq. Oldu. Xorijalarga bering. Bitimchi qilgandan keyin Tomonidan bir tiri qo'y. Og'aylar ikkinchi tomoqqa bir bilan belbodish. Ikkinchi tomoqqa belbodish. Halol. O'ktam yiqildi. O'tir qaysining jurang ura? Andijon o'tir jurang. Lekin o'tirib. Boshida qo'yish kerak. Ikkinchi tomoq ham. O'tir. Qaysi chiqasan? O'tir. Meni qara. Yigitlar. Yigitlar. Yo'q, saylamayman. Tomoq bitta bo'ladi. Meni qara. Surxondaryoning oriychi birov kelgan erkaging. Men ham aytayman. O'zingning oriychi shekartayla. Surxondaryoning oriychi o'tirqani. Chekara bozor o'tdi. Chekaraga yigitlar. Surxondaryoning oriy yelkangda kurum. Rahmatullohning qo'yi berildi. Ikkinchi tovoqni yerga taylamaymiz, shuni yana ustiga bosamiz. To'y bolalarning onasi Oygul ona tomonidan tilla sirg'a, to'qimagilam, luva to'yga ketgan bir zar, bir kiyimlik kiyim, bir ro'moli bor. Alloh polingni bersin, bir qo'ydan baland zot. Amin. Allohu akbar. Hayda. Vaqtingni bersin. Hayda. Ikkinchi tomoq o'ynaldi. Andijon qololdi. Yo'lchini chaqir, bir duolaylik. Yo'lchini chaqir, yo'lchini. Yo'lchini chaqir. Kel bu yerga. Endi hamma yiqilasam men Andijonda. Bo'ldi, shoshmay tur. To'y egasini chaqiringlar, bir duo beraylik. Olishtiraman Surxondaryodan. Erkak men degan birov tayyor bor. Mana bovani qo'yma, odil men qator o'limni keldi. Andijonda. Olishmagani 20 yil bo'ldi. Chiqasanmi? Kim otingda aql? Kel bu yoqqa. Sho'rchi. Kel yana. Bo'ldi, shoshmagani. Yo'lchini o'zini chaqiringlar-da. To'y egasiga bir duo beraylik. Olish davom etaveramiz. Surxonliklar. Yo'l chiqadi. Yo'lchini bor boshimga ko'ring. Bo'ldi. Kamera bor. Kamera olibki. Shoshmay turing. Kamera tog'a. Yo'ldosh Mirzo bobo, keyinza bir duo berasizlar. Xatorg'aji bo'ldi. Keling duo berasiz. Yana bir o'chiraman deyapman. Ana bana kim tursa sho'rchining origa. Qandan urdi? Qora urdi. Amra bobo, Yo'ldosh Mirzo bobo, Chori hoji bobo. Yo'lchi, og'aylar va shunday turinglar-da, yo'l chiqadi. Ey og'aylar, to'y deb hurmat qilganlar, bir o'tiringlar. Bir o'tiringlar. Hozirdan Surxon qishlog'i insonlari. Chori hoji bobo. Vallahi siz keynaysiz. Mo'lla bobo. Boshlab beringlar mana. Ha mehmon otayfuda hamra bo'lib duo bering. O'rtoqlar, mana quloq solingizlar. Bir jiyanimiz mana shunday to'y berayotgan ekan, bir kuyovimiz xonadonlar ko'pkarini olishdi beradi. Shu Surxon xalqi yaxshi biladi, shu yerda Aqam bobo degan odam yashab o'tgan, o'zi ot choptirdi, chovaxon saqladi. Surxonning polvonlarini ham hammasini yaxshi bilamiz, shu yerda yashab ketganmiz vaqtida. O'rtoqlar, mana qonida bor deganim,
Aqam bovaning qizi olishni to'y beryapti. O'tgan yil Bandixonda bir qizi katta ko'kkari berib tuya taylaverdi. Uni boy kambag'al emas, qonida bor qilar ekan. Kelingizlar shu yigitga, shu jiyanimizga bir duo beraylik. Allohning shunday vasiyati bor ekanki, Qur'oni Karimda: "Ey mu'minlarim, sizlar chin yurakdan, dildan duo qilsalaringiz, sizlarning duolaringizni albatta mustajob qilgusiman" degan va'dasi bor ekan Allohimizning. Bir duo qilaylik. Amin. Allah yori bo'lsin, Qulbollo qo'rg'oni bo'lsin, bahodim madadkori bo'lsin. Har baloyi, har qazoyi zulfiqor oyonda Parvardigor. Ey shu jiyanimizning, kuyovimizning nimaiki tilak istagi bo'lsa, o'zing dargohingdan bergaysan. Nuh Nabiyullah, Ibrohim Xalilullah, 4 choryor Mustafalar yor bo'lsin. Hazrati Davud, Xo'jay Xidir alayhisalom yo'ldoshi bo'lsin. Xonadonida tinchlik, osoyishtalik bo'lsin, nevara-chevara jiyanlarimiz o'sib ulg'ayaversin. Osmonimiz musofa bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin, yurtboshimizning ham tani joni sog' bo'lsin. Har bir qilayotgan ishida Allohim Parvardigor, Alloh madadkor bo'lsin. Boylarimizga xayr saqovat bergin, kambag'allarimizga sabr taqot bergin, bemorlarimizga shifoyi komil bergin, safarda yurgan farzandlarimizni Allohim Parvardigor turli xil falokatlaringdan o'zing asragin. Ey Robbim, yo'lda yurganlarni ham, cho'lda yurganlarni ham, Hazrati Davudda yurganlarni ham jumlayi mu'minlaringni o'z panohingda asrashni nasib ro'za aylagin. Allohim Parvardigor hammamizning xonadonimizda shunday tinchlik, osoyishtalik, to'y bo'lsin, doim to'ylarda qatnashishni Alloh siz bizlarga nasib ro'za aylagan bo'lsin. Tinchligi mustahkam, osoyishtalik yurtlarga to'ylar yarashadi. Alloh akbar, qilgan duolarimizni albatta Allohim mustajob qilsin. Alloh akbar. Assalomu alaykum, hurmatli jamoat ahllari. Qiymillamay o'tiring, hali to'y tarqalani mesali. Hali zot ko'p, hali kun batqancha olish bo'ladi. Men bir oy oldin e'lon qilganman to'yda olishni to'y bor deb. Allamurod polvon mana bir xil to'ylarda polvon topilmay yotadi. To'yga Andijondan kelib mana polvoningiz kim edi? Rahmatulloh polvon kuchini ko'rsatdi. Birinchi, ikkinchi tomoqni oldi. Qandingizni uring. Hali yana olimpiadalarda ham qatnashib, bundan katta unvonlarga ega bo'ling. Mana mening o'ng tomonimda turgan yo'lchi jiyan Mamaychi hisoblanadi. Menga uzoqroq ham jiyanimiz, yaqin qarindosh jiyan. Mana shu yigit mana shu yerga ko'chib keldi. Boynaga aytganingizdek Amraboy, men Asaytib aqanakalarni hammasini yaxshi bilaman. O'g'illarini ham, qizlarini ham. Demak, mana shu yilning oldidan o'tayotgan ekan, mana katta olish bo'lyapti, yaxshi o'tayapti. Biranta polvon ham g'irram qilgan yo'q, birantasi janjal ham qilgan yo'q. Halol taylayapti kuchini ko'rsatib. Shuning uchun jiyanimiz ham Oygul kelinimiz bilan hali bu birinchi to'y emas, bundan keyin yana ketma-ket to'ylar oldida. Mana o'g'lining sunnat to'yini qilyapsan, burchini vaqtlayapsan. Shuning uchun bu jiyanga ham yana ham qo'shqa o'g'illar bersin, qo'shqa to'ylar bersin. Hamrama domlalarning aytganday, mamlakatimiz, yurtimiz tinch bo'lsin, obod bo'lsin, to'kin sochin bo'lsin. Rabbina atina fi dunya hasanatan fil oxirati hasanatan qiza onavan zinovan. Nasib bo'lsa, tog'anglarda sen ham Arabistonlarga hajlarga borib kelaman. Allohu akbar. Olish davom etadi. 3-tomog'im bor o'rtoqlar. Olaverasan. Mollaga beryapti. Yasha. 3-tomog' bormi hali? Alloh duoni bor. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar va mezbonlar. Bugun mana gecamiz, mana Oygul singlimiz mana yil oldidan polvonga qaranglar. Yilning oldidan mana o'tmoqda. Polvonga qara. Katta bir anavi. O'sha qaranglar. Kuch va g'ayrat. Andijondan polvon kelib olishib, mana o'zini ko'rsatdi. Mana prezidentimizning sovrinini olgan. Mana yelning davriga tushgan, yel ko'zga ko'ringan polvon turibdi mana. Mana shularga mana jiyanlarimiz yelning oldiga tushib, yelda prezidentning sovrinini olib, doimo
Prezident sovrida olib berishga Alloh taolo ro'zi nasib aylasin. Qalu zalamna anfusana va illam taghfir lana lanakunanna minal khosirin. La khata illa alayh. La ta'budu kam qamin samsam illa zul fuqar. Har baloyi, har qazoyi pesha Parvardigor. O'zing balo qazodan ofat kulfating o'zing saqlaydi. Yo'q o'limingdan saqla Parvardigor egam. Balo qazodan اللهم احفظني يا حفيظ يا حفيظ من جميع البلايا والأمراض وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. sağlık selamat. Bağış devam etadi. Rahmatullah. Rahmatullah bekkelikler. Rahmatullah köbekki. Endi chekka chiqadi. Endi chekka chiqdi. Chekka ikinci tabaqdan bor. Tutgan olishmaydi. Chekka bunisi aka. Sherobod yashka. Sherobod yashka bunga. Xushiga. O'tir ekan. O'tir. Ikkovingga. Andijon Qumqo'rg'on Jahon. Men endi tanib oldim buni. Ikkovingga. Men ham shu qishloqqa tuqqan olamdan. Yenamning nomidan. Oilalar yenamning nomidan Qurbonning momosi tomonidan bir dili qo'y. Allah faling bersin, halol olishsan. Allohu akbar. Kelin, Ikkovingning nomiga. Chilim oshiramidasizlar. Ha, chilim mana. Yo'q, men nima qilasizlar? O'tiring, Men taqdirga qo'yaman. Agar qisalaringni ham qo'yaman. Buni nima qilasizlar? Odil polvon bilan. So'rab qoldi, aymarxonga. Ikkovini bir olishtiraylik, ikki polvon. Bayim polvon. Yo'q, buni ikkov olishadi. Sho'rchi Sherobod. Shoshma. O'tirib turing, qimirlamang. Gulsara xolas tomonidan bir katta Madonna. O'ral jiyan tomonidan 50 ming so'm pul olishga qarayman. Alloh qo'lim bersin. Hayda, sho'rchi Sherobod. Bo'ldi, 50 ming so'm puli bor. Hayda, yashga qo'yma. Sho'rchi xussi Oilalar, shu qishloq hamsayalar 100 ming mehmon keldi kelgan. Ha, chiqarishimiz kerak shuni ham. Yashkan bilan bo'ldi, shoshmang. Yashkan bilan Husnning o'rtasida 50 ga bekar, bir holiga ham hamsayalar nomidan 100 ming so'm puli bor. Ha, yana 100. 160 ming hamsayalar tomonidan. Qo'shing, video ismini tushiring. 160 ming so'm pul. Sho'rchi xussi Sherobod yashka 160 ming pul bir holigilan bo'ldi. Sho'rchi Ko'kjelakda, Sherobod Qiziljelakda. Yo'q, qo'yva. Sherobod yashka Qiziljelak mehmon keldi bo'ldi. Bular 30 ming olishga 20 ga tushdi. 20 ga tushdi. Tinjaktepan xalqi olib kelishdi, ko'tarish uchun. Odilga birov keldi, qari toqchilar, birov haydadi. Hamgarlar chiqatdan men bir boshqa hech kim yo'q. Shunga toqchi bo'lsa kelishgan. Mana boryapti. Boshimga yikol. Nima bo'ldi Murat Ali? Shu bilan jinjakda kechqurun chaqirasan buni. Shu politsiya nomidan 20 ming olishyapti, lekin ot niyat ashtirilmayapti. Qaramayman. Managa kel. Rahmatulloh chap kelib turibdi. Ikrom. Yiqil, qarang. Mana do'qqa hal qiladi. Bo'ldi desa, bo'ldi, bo'lmadi desa bo'ldi. Bo'lmadi. Andijon 650 ming so'mga arzimasa qo'yib berasa. Shardarga kel. 1980-yillar tomonidan bir badal o'qis qo'yaman. Kel shunga.
Badal ho'kiz qo'yaman, hazillashayotganim yo'q. Summasi aytilmaydi chunki asl fanda o'qiganman. Badal ho'kiz mehmon kelgan og'aylar. Sardorga Alisher men qara, shu qo'l oxiri qo'llaring. Bandixon Alisher bilan Jarqo'rg'on oxiri qo'llaring shu. Yo'q, qo'yish. Og'aylar, davra ko'rgansizlar. Surxondaryo iki shohida o'tiribsizlar. Yo'q. Bir yuzi olmuş ming, bir holigilar 200 ming degani. Alisher Meykonki bo'ldi. Alisher bunga o'tir. Alisher. Ha? Qo'sa qolishi bir. Bu qolishasanmi, ajrashasanmi? Farqi yo'q. Qo'l taylash. Bu menga ming pul beryapti. Murat Ali qara, Andijon Surxondaryo o'rtasida O'zbekistonning ori. Aylaring Davron polvon o'sha. Qurbongul momosi tomonidan bir teri qo'chqor. Gapirib qilyapti. Necha so'ras qanto? Oylar Elon 17-chisi Kakaydada O'ral paloni xonadonida avvalg'oshi keyin olchamiz og'aylar. 9 Bandixon Qongi Molla Muhammad Talibon xonadonida keldi. Oylar Qurbongul momosi tomonidan tiri qo'y. Rustam Burus jiyan tomonidan Toshkentdan kelgan mehmon 100 ming. Huzuroboddan Shuhrat bo'la tomonidan 50 ming. Bir qo'y 150 ming so'm pul bo'ldi. Allah boling bersin. Amin. Allohu akbar. Andijon Surxondaryo o'rtasida bir qo'y 150 ming Toshkentdan kelgan. 3-chi tovoq emas bu. Super tovoq. Jahon Qumqo'rg'on, rahmatulloh Andijon. Kelsang olishtiraman, bo'lmasa iloji yo'q. Andijon, Surxondaryo, Qumqo'rg'on, Jahon polvon. Yo'q qo'yish bor. Ko'rjelak qo'yib bor. Hamma o'tadi. Ko'rib qo'yashgan. Qo'yish, ko'rjelak qo'yib bor. Qo'yish olishganda gap polvon. Shunda bo'ladi yashgan. So'ra bir kelib ketdi. Aman. To'g'ri yaxshi. Ko'p yakovlar qaranglar. So'ra bir kelib ketdi. Yashga qo'yma. Bir qarasi ham bo'ldi. Bo'ldi, hoji buva, tog'asi, og'asi bevaqtida qaytdi. Ey yashanglar. Rahmat. Rustam buva, Palon buva, xalqimiz Surxondaryo xizmatini charchaman. Yashang. Rahmat. Rahmat aka. Ham tuyadan tasirraf qildi. Taomlar berib kiyib yuring. Yelkaga tashlab qo'ying. Rahmat. Surxondaryomiz xizmatida charchamang. O'zbekistondagi Og'aylar bir dehqonning to'yi peshona ter to'z deyapmiz, yo'q halol bo'lsin. Ha. 50 ming so'm pul bo'ldi. Muxlislari olib kelishini ustiga. Odilning muxlislari. 50 ming so'm pul bo'ldi. Surxondaryo, Andijon. Bir qo'ychi kelishmaydi bular. Og'aylar yo'q. Qo'yishi bor. Oling desin, hayda. Yeki holigan degani. Hayda. Allah folingni bersin. Chekkadagi bir şey aytdim, bular bugun olishib qo'yib.
Buralarım kır. Sizin tövbenin suyut olanı. Tursam suyut olanı kır. Hayır, kayınpolvonning Odil degan o'g'li, olimi do'stim. Bir xonada yotib birga o'qiganman, bir davralarda Odil bilan olim bilan ham do'st bo'lib olishganmiz. Oq quloq sarka qo'ldan oladi. 50 mingdan 5 mingdan qulog'i bor. 100 mingga emas. Kayınpolvonning siraj yo'qmi, siraj? Yo'q. Qo'yishma. Og'aylar, hammaning sayni hayasi bor. Allohim har bir bandasini shunday to'ylarga yetkazsin. Amin, Allohu akbar. Amin. Olish ekanlar mening oldimga kel, qolganlar boshqa o't.